Har bir faslning o'z tarovati bor. Bugun kuz shu tarovati go'zalligi bilan yurtimizda mehmondir. Albatta har davrda bo'lgani singari kuz bobo dehqon uchun mas'uliyatli palla. Shu davrda barcha fasllardan birmuncha ko'proq mehnat qilinadi. Bu yil kuz yaxshi keldi deyishmoqda mirishkorlar. To noyabr oyi boshigacha iliq kelgan ob-havo bois yetishtirilgan mo'l hosilni yig'ishtirib olishga erishildi. Ya'ni shu yil paxta-yu g'alla kutilgan natijani berdi. Takroriy ekinlar ham mehnatni oqlaydigan darajada dehqonlarni xursand qilyapti. Xatirchilik mirishkorlar har doimgidek yutug'i ko'p mehnatkashlar safida yilni yakunlash arafasida. Har bir fermer o'z ishining ustasi bo'lib, bu yil ham yuqori hosildorlikka erishdi. Bir g'alla yetishtirishda yetakchilar safida bo'lsa, yana bir paxtaning eng serhosil navini parvarishlab, oq oltin xirmonini yuksaltirdi. Boshqasi bog'dorchilik, takroriy ekin ishida ko'pga namunadir. Bugungi kunda dunyoda oziq-ovqat xavfsizligi juda global masala bo'lib turibdi. Oziq-ovqat xavfsizligida bu tuprog'imizdan olinadigan, yerimizdan olinadigan qishloq xo'jalik mahsulotlarini sifatli, ekologik, toza yetishtirish bu bugungi kunning eng dolzarb mavzularidan bittasi bo'lib turibdi. Buning uchun yerdan foydalanuvchimiz o'ziga berkitib berib qo'ygan yerini aniqlab, har bir ekin ekilgandan keyin ekin o'sib chiqishi mobaynida, yetishtirish mobaynida tuproqqa berilgan mineral va organik o'g'itlarni ma'lum miqdorda o'zlashtiradi. Shuning natijasida hosil beradi. Shundan keyin tuproqning tarkibida hosil yig'ishtirib olingan so'ng ma'lum miqdorda tuproqda shu oziq elementlari azot, fosfor, kaliy qolib ketadi. Shu qolgan elementlarni to'g'ri qabul qilish uchun tuproqning agrokimyoviy tahlildan o'tkaziladi. Tuproqda qolib ketgan oziq elementlar azot, fosfor, kaliyni bilish uchun. Shuni bilgan holda ilmiy me'yorlar bilan tuproqqa mineral o'g'itlar, organik o'g'itlar kiritiladigan bo'lsa, u yerdan sifatli, ekologik, toza standartlarga javob beradigan qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtiradi. Bu bizni nafaqat inson salomatligiga, bu eksportimizni rivojlanishiga, bugungi kunda oziq-ovqat xavfsizligiga bo'lgan talabni qondirishda eng muhim omillardan bittasi hisoblanadi. Bugungi kunda respublikamizning aholisi yildan yilga juda katta templarda o'sib boryapti. Bu aholimizning oziq-ovqatga bo'lgan, qishloq xo'jalik mahsulotlari bo'lgan talabini qondirish bu bugunning muhim masalalardan bittasi. Respublikadan viloyatga biriktirilgan ishchi guruh rahbari sifatida mana yil boshidan buyon shu Navoiy viloyatida yuribman. Bugungi kunda shu fermerlarimiz bilan, yerdan foydalanuvchilar bilan muloqot davomida yerdagi bu yilgi ekishdan boshidan shu jarayonda qatnashganim sababli ko'ryapmizki, ayrim yerlarda tuprog'imizni tahlili yaxshi natijalar bo'ladigan bo'lsa, ayrim yerdan foydalanuvchilar shu ilm bilan tuproqqa, yerga ishlov bermasligi oqibatida tuprog'imizda ba'zi bir elementlarni, oziq elementlarni, azotni, fosforni ko'p bo'lsa, bir kontrollarda kamligi ko'rinyapti. Shuning uchun ham yerdan foydalanuvchilarga shu o'zimning kelgan xulosalarimdan kelib chiqib aytardim-ki, barcha yerdan foydalanuvchilarimiz o'zlariga beriktirib berilgan qimmatbaho yerimizdan to'g'ri foydalanish uchun tuproqqa ilmiy asoslangan me'yorlar asosida tuproqni agrokimyoviy tahlilini o'tkazgan holda yondashsalar, shunga mineral o'g'itlarni, organik o'g'itlarni berilgan agrokimyoviy xaritanoma asosida kiritadigan bo'lsalar, bu tuproqimizning unumdorligini oshishiga, o'zlarini sarf xarajatlarini kamaytirishiga sabab bo'ladi. Mehnat qilgan albatta hosilning barakasini ham ko'radi. Bu yo'lda dehqonlar doim faollar. Ya'ni qanday harakat, izlanish kerak bo'lsa, mehnatidan qochmaydi. Bugun ularning hosilni yig'ib olish bilan bog'liq ishlari ancha kamaygan bo'lsa-da, kelgusi yil g'allasi uchun ekish jarayonlari, dala chetlaridan samarali foydalanish maqsadini ko'zlagan tadbirlar, tuproq unumdorligini oshiruvchi agrotexnik jarayonlar davom etmoqda. Navoiy viloyat Xatirch tumanida 664 ta fermer xo'jaliklari bo'lib, ularning jami yer maydoni 38477 gektarni tashkil qiladi. 2025-yil fermer xo'jaliklari uchun juda ham omadli yil keldi. Siz mubolag'a bo'lmaydi, chunki fermer xo'jaliklari g'alladan 70-80 sentnergacha hosil olishdi. Paxtadan esa 45, 50, 50 sentnerdan ham ziyod hosil olgan fermerlarimiz juda ham ko'p. Fermer xo'jaliklarimizni faoliyatini rivojlantirish uchun Fermerlar kengashi jamg'armasi tomonidan ham imtiyozli kreditlar ajratilmoqda. Bu berilayotgan imkoniyatlar natijasida fermer xo'jaliklari o'zining imkoniyatlaridan keng foydalangan holda tarmoqlarni rivojlantirmoqda. Ko'p tarmoqli fermer bo'lmoqda.
tumanda mavjud fermer xo'jaliklari bugun faqatgina bir soha yo'nalish bo'yicha ketmasdan turli xil yo'nalishlarda faoliyat olib bormoqda. Misol uchun bitta paxta g'allachilik fermer xo'jaligi bo'lsa, uni qo'shimcha chorvachilik, parrandachilik, asalarichilik va bundan tashqari bir qancha yo'nalishlarda faoliyat olib, o'z daromadini oshirib, bozorimizni arzon va sifatli mahsulotlar bilan ta'minlab kelmoqda. Hozirgi kunda fermer xo'jaliklarida ish qizg'in. Tumanda mavjud fermer xo'jaliklarining 106 gektar yer maydoniga avgust-sentyabr piyozi va sarimsoq piyozi ekilish rejalashtirilgan bo'lib, ekin ekilishi to'liq yakunlangan. Unumdor tuproq mo'l hosil garovi. Bugun tumanda 3.600.000 gektar qishloq xo'jaligida foydalaniladigan yerlar bor. Va har yili 850.000 gektarda agrokimyoviy tahlil ishlari amalga oshiriladi. Soha mas'ullari dalaning holati, bergan hosildan kelib chiqib tuproq tarkibini e'tibordan chetda qoldirishmayapti. Buning natijasi esa yuqori hosildorlikda o'z aksini topmoqda. 2025-yilda g'alladan 60 sentner o'rtacha hosildorlik oldik. Paxtadan 42-43 sentner atrofida paxta yetishtirdik. Reja bajarildi. 90 bosli ekinlardan bu 40 sotik maydonga hozir ismaloq, chesnok, keyin ko'katlar ekdik. Nasib bo'lsa endi yana bir 40 sotik, 50 sotik atrofida qishki sabzi ekish niyatimiz bor. Yer tayyorlash ishlari ketyapti. Endi paxtadan endi maydonlar bo'shadi. Hozirgi kunda o'sha dala chetiga turli xil daraxtlar ekish, mevali daraxtlar ekish boshlangan. Nasib bo'lsa, kuz va bahor oylarida belgilangan ko'chatlar sonini ekib tugatamiz. Fevral-mart oylarida 450 ta olcha ko'chatlar ekkandik. Ekkan daraxtlarimizda 90% tutdi. Hozir esa o'sha 10% ham nasib bo'lsa to'ldirish ishlari amalga oshirilmoqda. Tuprog'imizning tarkibi qanchalik shu fosfor, azotli mineral o'g'itlarga to'yingan bo'lsa, shunchalik yaxshi hosil yetishtiramiz. Sentnerimiz ko'tariladi, bug'doyda ham, paxtada ham. Shuning uchun har 2 yilda, 3 yilda bir laboratoriya tahlilidan o'tkazamiz. Oxirgi marta bundan 2 yil oldin 2023-yilda o'tkazdi. Nasib bo'lsa, dekabrlarga yana bir o'tkazish niyatimiz bor. Yerga e'tiborli bo'lganimiz uchun hosilimiz yaxshi bo'lyapti. Yosh fermerning dalasida tashkil etilgan seminarda shu haqda so'z bordi. Soha vakillari, mas'ullar tuproq tarkibi mo'l hosil garovi ekani va bugun undagi hosildorlikni oshiruvchi agrotexnik jarayonlarga alohida e'tibor qaratdilar. Chunki yuqorida e'tirof etilganidek, bugun biz tuproqqa yetarlicha zarar yetkazyapmiz. Ya'ni noto'g'ri ishlov berish, yaxshi hosil olaman deb kerak emas ozuqani unga aralashtirib tuproq tarkibini o'zgartirayotganimiz ham bor gap. Navoiy viloyat agrokimyoviy tahlil markazimiz tomonidan tuproqlar o'rganilmoqda. Navoiy viloyatimizda sug'oriladigan yerlar, paxta g'alla yerlarimiz 62.000 gektar, jami sug'oriladigan yerlarimiz 92.000 gektarni tashkil qiladi. Bizni Navoiy viloyat agrokimyoviy tahlil markazimiz tomonidan tuproq olish jarayonlari amalga oshirilmoqda. 2025-yilda 25.000 gektar maydon reja qilib olingan. Rejani bajarib bo'ldik. Tuproq namunalari olindi. Olingan tuproq namunalari laboratoriyaga etib topshirilgan tuproq namunalari tahlil jarayonlaridan o'tkazildi. Olingan tuproq namunalari kartogrammalar qilindi. Mana biz hozir Xatirchi tuman dalalaridamiz. 12.000 gektar yer maydonlari mavjud bo'lib, bu yerdan ham tuproq namunalari olindi. Olingan tuproq namunalari tahlildan o'tkazildi, kartogrammalar tayyorlanib, kartogrammalarda tuproq tarkibidagi minerallar, masalan, azot, fosfor, kaliysi tekshirib chiqildi. Tahlil natijalariga ko'ra azoti normada, fosfori, gumusi ham o'rta va yuqori darajadagi aniqlandi. Tavsiyalarga asoslanib fermer xo'jaliklariga o'g'itlarni taqsimotini qancha azot solinish kerak, qancha fosfor solinish kerak, qancha gumus solinish kerak, shular haqida xulosalar qilib berilmoqda. Laboratoriyamiz tomonidan kartogrammalar tayyorlangan, kartogrammalar QR-kodlik fermer xo'jaliklari yerdan turib o'zlarini yer haqida hamma ma'lumotlarga ega bo'lishi mumkin. Jami maydonga beriladigan o'g'it taqsimoti barchasi xulosa qilib berilgan. Fermer xo'jaligi uchun qo'llanma hisobida tayyorlab berilgan. Bu esa fermer xo'jaliklarimizni yuqori hosil olish uchun, yerlarni tuproq unumdorligini oshirish uchun ko'makchi hisoblanadi.
Qishloq xo'jaligida mo'l hosil olish ko'pning ishidir. Unda dehqonga ko'makchi bo'ladigan har bir soha, har bir mutaxassisning o'z o'rni bor. Ya'ni tuproq tarkibidan o'rganib, to'g'ri maslahatni beruvchi soha vakili bo'ladimi yoki o'simliklarni zarar kunandalardan asrovchi karantin xodimlarimi? Ular ko'magi bugun har qachongidanda muhim ekani shubhasiz. Har ikkala soha vakillari bugun hamkorlikda tuman hududidagi fermerlarga, bog'dorchilik xo'jaliklariga kerakli yordamni bermoqda. Seminarlar tashkil etilib, yangi ma'lumotlar bilan barcha tanishtirib borilyapti. Buning natijasida esa hosildorlik yildan yilga oshmoqda. Ko'rsa ko'zni quvontiradigan mana shunday ko'chatchilik xo'jaliklar ishi rivojlanyapti. Yangi navlar yaratilmoqda. Xususan tumandagi Polvonota mahallasida yashovchi O'tkir Eshonqulov 40 sotixlik yerda shunday ajib bog'ni barpo etdi. Bu yerda bugun 20 xil turdagi 20 ming tup ko'chat parvarish qilinmoqda. Ular esa hududdagi yashil olamni boyitish, sarxil mevalarni yetishtirishga asos bo'ladi. Muhtaram prezidentimizning 465-sonli qarorlari chiqdi. Qaysi kim dala chetidan foydalanish hamda qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish to'g'risida ushbu qarorni ijrosini bajarish to'g'risida Xatirchi tuman karantin inspektorlari tomonidan ko'chatxonalar tashkil etilib, ushbu ko'chatxonalar fitosanitariya nazoratidan o'tkazilmoqda. Bu yerda bizlar dala chetiga nihollarni yetishtirib, intensiv ko'chatlarni dehqon va fermer xo'jaliklarimizga berib ektirib, dala chetidan samarali foydalanishda ijobiy o'zgarishlarni amalga oshirishda o'zimizni hissamizni qo'shib bormoqdamiz. To'liq o'zimizni Xatirchi tumanini ta'minlashga yetadigan, quvvatda ishlaydigan ko'chatxonalarimiz mavjud. Hozir biz Polvonota mahallasida O'tkir aka xonadonida yetishtiriladigan ko'chatxonadamiz. Ushbu ko'chatlarning bugungi holati o'rganilib, fermer xo'jaliklarimizga necha donadan tarqatish hisob kitobini olib bormoqdamiz. Fermer xo'jaliklarimizda yerlarini, kimyoviy tarkiblarini o'rganib, kimyoviy tarkibda qanaqa modda yetadi yoki qanaqa modda yetishmaydi, ushbu tavsiyalarni berib ko'chatga zarur bo'lgan kimyoviy oziqalar hamda organik oziqalarni qanday usulda berilishi to'g'risida barcha agrotexnik tadbirlarga tavsiyalarimizni berib bormoqdamiz. Hozir bu turgan bog'imiz intensiv bog' bo'lib, eng samarali bu yerda serhosil intensiv ko'chatlar yetishtiriladi. Barcha davlat standart talablariga javob beradigan eng yaxshi ko'chatxonamiz hisoblanadi. Ko'chatlarning holati bugun yaxshi. Bu ko'chatlarni kuz va bahor oylarida dala chetiga o'tkazishga mo'ljallab bormoqdamiz. Hadimay bu yerdagi ko'chatlar dala chetlariga olib chiqib ketiladi. Bugun tumanda nafaqat paxtachilik va g'alla yetishtiruvchi, bog'dorchilik xo'jaliklari, balki issiqxonalarda ham ish qizg'in. Ularda ham tuproq unumdorligini oshirish, qolaversa o'simliklar karantini va himoyasi agentligi mutaxassislari bilan hamkorlikda hosilga zarar yetkazuvchi zararkunandalarga qarshi kurashib, ko'zni quvnatuvchi, el dasturxonni bezovchi meva sabzavotlar yetishtirilyapti. Hozirgi kunda Xatirchi tumanimizda 82 gektarga yaqin issiqxonalar bo'lib, u yerda turli xil mahsulotlarimiz yetishtirib kelinmoqda. Bularga pomidor, bodring, baqlajon, bulg'or qalampiri, mana shu kabi o'simliklarimiz yetishtirib kelinmoqda. Bundan tashqari issiqxonalarimizdagi mana shu mahsulotlarni uzluksiz yetishtirilishi, agrotexnik tadbirlari va ularda kechadigan jarayonlarni biz O'simlik karantin himoyasi agentligi inspektorlari tomonidan doim nazorat ostida olib bormoqdamiz. Bozorlarimizda uzluksiz mahsulotlar bilan boyitish va bozorlarimizga mana shu mahsulotlarimizni sifatli darajada yetkazib berish maqsadida o'z bilim va tajribalarimiz bilan mana shu fermer va dehqonlarimiz bilan bilim almashish va ularga kerakli tavsiyalarni berib kelmoqdamiz. Buni natijasida mana shu tumanimizdagi hozirgi mana shu issiqxonalarimizda chiqqan mahsulotlarimiz 4100 tonnadan oshiqni tashkil etadi. Hosildorlikni yanada oshirish uchun bugun yangi texnologiyalarni joriy etish, ya'ni mana shu agrotexnik tadbirlarda zamon talablariga mos holatda yondashib, sifatli hosillarni yetishtirishni rejalashtirganmiz. Hozir biz turgan mana bu issiqxonamizda bulg'or qalampirining Ferrari navli gibrididan yetishtirmoqdamiz. Hosilimiz uzluksiz bozorga yetkazib berilmoqda. Hozirgi kunda bu issiqxonamiz kasallik va zararkunandalardan xoli, doimiy nazoratlar o'tkazib boriladi va kerakli agrotexnik tadbirlarni amalga oshirib boramiz. Buning natijasida har sotig'idan 80-100 kilogacha hosil olinyapti.
sifatli vitaminlarga boy mahsulot yetishtirish davr talabi. Buning uchun qishloq xo'jaligida ham tizimli ishlar amalga oshirilyapti. Ya'ni hosildorlikni oshirish, yangi navlarni parvarishlash asnosida har qarich yerdan samarali foydalanishga ham muhim va kechiktirib bo'lmaydigan masala sifatida qaralmoqda. 2025-yil bahor oylarida dala chetlariga mevali daraxt ko'chatlari ekildi. Mana bu hozir ikkinchi bosqichda yana dala chetlaridan samarali foydalanish bo'yicha yer tayyorlash, tuproqlarni ta'minlanganlik darajasini aniqlash, dala chetlariga 90 bosdi ekinlarni ekish bo'yicha navbatdagi targ'ibot seminarlarini tashkil etyapmiz. Seminar davomida agronomik nuqtai nazardan ekin ekish oldidan qanaqa agrotexnik, kimyoviy, biologik tahlillarga amal qilishimiz kerak, nimalarga alohida e'tibor qaratishimiz kerakligi haqidagi O'simliklar karantini va himoyasi agentligi vakolati nuqtai nazaridan biz o'zimizning tavsiyalarimizni beryapmiz. O'sha ekish oldidan mevali daraxt ko'chatlarini o'simlik o'sishini boshqaruvchi preparatlarga botirgan holda, oziqlantirgan holda ekish, kerak bo'lsa urug'lik materiallarini ham zararsizlantirilgan holatda ekish, begona o'tlarga qarshi kurashishni qaysi usullari eng maqbul bo'ladi, bu haqida tuproqlarimizni ta'minlanganlik darajasini o'rganishimiz bizga nimani beradi va bu qanaqangi iqtisodiy samaradorlik bor yerdan foydalanuvchilarga nisbatan, shu haqida tushunchalarni beryapmiz va amalda ko'rsatib beryapmizki, bu o'ylaymizki o'sha hosildorlikni yuqori bo'lishiga eng muhimi xalqimizni, yerdan foydalanuvchilarimizni daromadlarini yanada oshirishga xizmat qiladi. Qaysi yo'nalishdagi bir qaror chiqadigan bo'lsa, u qaror qonun ijodkorligi nuqtai nazaridan emas, bu xalqimizni qaysidir sohada bir tugun, qaysidir sohada bir muammo paydo bo'lsa, mana shu muammoni bartaraf etishga qaratilgan bo'ladi. Bu qaror ham ayni vaqtida qabul qilingan qaror desak mubolag'a bo'lmaydi. Sababi aholini tabiiy o'sishi kun sayin ortib boryapti. Nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda. Sug'oriladigan ekin maydonlarimiz, umuman geografik joylashuvimiz hali o'zgargani yo'q, qo'shimcha bo'lgani yo'q. Bugun dunyoda nazar tashlaydigan bo'lsak, oziq-ovqat mahsulotlari taqchilligi kuzatilmoqda. Tabiiy mahsulotlar o'rnini sun'iy salomatlikka putur yetkazuvchi ozuqalar egallayapti. Shunday bir davrda yurtimizda tabiiy vitaminlarga boy, sog'lom hayot asosi, hayotiy energiya beruvchi mahsulotlar yetishtirish shunday e'tibordagi jarayon ekan e'tirofli. Bunga asl mohiyatni anglab yetgan mas'ullar doim kechiktirib bo'lmaydigan vazifa sifatida qarashmoqda. Aholi sonining ko'payib borishi kun sayin bu oziq-ovqat xavfsizligi masalalarini kattalashib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Qolaversa, oziq-ovqat mahsulotlariga, qishloq xo'jaligi mahsulotlariga talab kun sayin ortib boradi. Shuni inobatga olgan holda kecha 1 gektar maydondan 20 sentner hosil olganimiz xalqimizning ehtiyoji uchun yetib turgan bo'lishi mumkin. Endi bugun bu yetarli emas. Bugun g'alladan 100 sentnergacha hosil olish masalasi ilgari suryapti. 70 sentnergacha paxtadan hosil olish masalalari ilgari surilyapti. Bundan ko'zlanayotgan asosiy maqsad o'sha oziq-ovqat xavfsizligi masalasidagi muammolar kelib chiqishini oldini olish. E'tibor qaratadigan bo'lsak, bugun bozorlarimiz qish-yoz bir xil sarxil mevalar bilan to'la. Bu albatta mana shu qishloq xo'jaligi sohasiga qaratilayotgan e'tibor, davlat siyosati darajasida olib borilayotgan islohotlarni samarasi deb o'ylayman. Mana shu to'kin sochinlikni saqlab qolish, qolaversa dehqonlarimizni daromadlarini oshirish, kelgusida mamlakatimiz eksport salohiyatini oshirish borasida bu muhim bir yo'nalishlardan biri bo'lib xizmat qiladi. O'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi tomonidan tizim vakolatlari doirasida barcha yo'nalishlarda mana shu amaliy yordam ko'rsatishga biz tayyormiz. Fermer xo'jaliklarini dala chetlaridan infratuzilma yaratish, tomchilatib sug'orish uchun qadoqlash korxonalari, muzlatgichli omborxonalar qurish uchun 20 sotixdan ortiq bo'lmagan maydonlarda qurilish ishlarini tashkil etishga imtiyozlar yaratilyapti. Qolaversa suvchi tejovchi texnologiyalarni yaratish, bir qator qishloq xo'jaligidagi yo'nalishlarga davlat tomonidan imtiyozlar yaratilyapti. Shu bilan bir qatorda ta'sir choralari ham belgilab qo'yilgan. Paxta g'allachilik yo'nalishidagi fermerlarimiz paxta g'allani moliyalashtirish uchun davlat tomonidan ajratiladigan imtiyozli kredit mablag'lari ajratilishi to'xtatiladi. Dala chetlaridan samarali foydalanilmagan taqdirda yer solig'i stavkalari 3 barobargacha miqdorda oshirilishi belgilab qo'yilgan. Ta'sir choralari ham beriladigan imtiyozlar ham faqat va faqat
yerdan unumli foydalanish, har qarshi oltinga teng tuprog'imiz bizda o'sha boyligimiz hisoblanadi. Bu boylikdan o'z o'rnida foydalanishimiz vatanimizning ravnaqi uchun, xalqimizning to'kin sochiligi uchun xizmat qiladi. Albatta, bizga yaratganning eng katta in'omi bo'lgan ona yerimiz saxovatlidir. Unga cho'p qadasak unib chiqib, ko'rgan ko'zni quvnatuvchi manzara kasb etishi shubhasiz. Yerdan samarali foydalanish bo'yicha maqsadli jarayonlar davom etar ekan, bu albatta farovon hayot tarzida o'z aksini topadi.